Xullas qarindoshlar, xitoyliklar shunaqangi ajoyib pult bilan boshqariladigan samolyotchi ishlab chiqarishni boshlashibdi. Naqadar aqlli bo'lmasa bu samolyotchi, buni aylanishini qarasanglarchi. Havoda muallaq turishiga esa gap bo'lish mumkin emas. Mana qaranglar, buyaq ketsa kelishini qarasanglarchi. Biz g'atimda buni sinab ko'rish kerak deb turib, aynan mana shu samolyotchadan qarindoshingiz Xitoydan zakaz qildi. Voy qarindosh, bunaqa uchadigan dronli samolyotchilik kemasdi-yu, qanaqa olib keldingiz deydigan qarindoshlar. Siz xuddi qarindoshingiz kabi Xitoydan zakaz qilishni to'liq o'rganadigan bo'lsangiz, mana shunaqangi aqlli o'zi uchadigan pult bilan boshqariladigan samolyotchani Xitoydan bemalol zakaz qilib olib keltirishingiz mumkin bo'ladi-de. Qarindoshlar, o'zi ham ho'kizdek bo'lsam-chi, yosh bolaligim qolmagan ekan, mazza qilib samolyotchani uchirdim-ku. Aynan mana shu samolyotchani uchirayotgan paytim oldimga yosh bolachalar kelib, "Amaki, bizga ham berib turing, biz ham uchirib ko'raylik" deyishsa, albatta "Ma ol" deganim yo'q deya qarindoshlar. Samolyotni boshqarishni ham yosh bolaga ishonib topshirsa bo'ladimi? Axir bu judayam seryozni ish u qarindoshlar. Xullas qarindoshlar, aynan mana shu o'zi uchadigan aqlli samolyotchani men Xitoydan atigi 59 yuanga, ya'ni 106 ming so'mga zakaz qildim. Qarindoshlar, siz ham shu va shunga o'xshagan mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan arzon narxga zakaz qilib, aynan o'sha mahsulotlarni qanday qilib Instagram orqali sotishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, hozirroq kommentariyada plus belgisini yozib qoldiring. Sizga Xitoydan mahsulotlarni to'g'ri va arzon narxda zakaz qilib olib keltirish bo'yicha bo'lib o'tadigan 2 kunlik bepul darsligimni linkini jo'nataman.